Bugungi kunda savdo tili qaysi? Dunyo ilm-fan tili qaysi? Albatta bu ingliz tili. She'riyat tili qaysi? Ko'pchilikning fikricha bu fransuz tili. Sizga savol: ayni hozirgi davrda o'zbek tilini dunyo tili, she'riyat tili va savdo tili qila olasizmi? Bir o'zingiz. Bu uchun nimalar qilgan bo'lardingiz? Ishni nimadan boshlardingiz? Bu aqlga sig'mas ishdek tuyuladi, to'g'rimi? Aynan shu vazifani siz bilgan Alisher Navoiy 500 yil oldin o'z zimmasiga olgan edi. Navoiy endi shoirlikka qadam tashlaganda savdo tili, she'riyat tili, hatto davlat tili ham fors tili edi. Siz bilgan turkiy til emas. Eng yomoni esa hukmdorlar va aholining asosiy qismi turkiy edi. Bu holat Navoiyni turkiy tilni jonlantirishga, uni she'riyat tili, savdo tili va ilm-fan tili qilishga ruhlantirdi. Bu yo'lda u 120 ming she'riy misra, 30 dan ortiq yirik asar va siz bilgan o'sha ilk turkiy hamsa asarini yaratgan. Navoiygacha bo'lgan davrda barcha hamsalar forsiy tilda bo'lgan va u davrda shoirlar turkiy tilda so'zlar kam va qofiyali she'rlar yozish qiyin deya turkiy tilda hamsa yaratishga jur'at etmagan. Ammo Navoiy turkiy til aslo boshqa tillardan qolishmasligini o'z hamsasi orqali isbotlagan. Navoiy yaratgan asarlari orqali turkiy tilni nafaqat boyitgan, shu bilan birga unga yangidan jon baxsh etgan. Navoiy faqat yozuvchi bo'lmagan, u kuchli siyosatchi va davrining eng boy insonlaridan bo'lgan. Siyosatda viloyat hokimi darajasidan bosh vazir darajasigacha chiqqan. Xalq uchun shaxsiy mablag'lardan 2 ta universitet, 18 ta masjid, 16 ta ko'prik, 52 ta mehmonxona, 19 ta hovuz va yana ko'plab inshootlar qurdirgan. Navoiy shu qadar boy bo'lganki, yiliga 120 ming oltin dinor, taxminan hozirgi hisobda 100 million AQSh dollaridan ortiq daromad qilgan. Uning umr davomida yiqqan oltinlar hisobining o'zi 2 tonnadan ortiq bo'lgan. Bundan tashqari, u egalik qilgan katta yer maydonlari, qurdirgan binolari, hisobsiz chora mollari bilan hozirgi paytda Forbes'ning eng boy odamlari ro'yxatida Elon Musk'ga yetib olgan bo'lardi. Eng qizig'i, Navoiy daromadining 70-80% ni xayriya ishlarga sarflagan.